Assalamu alaikum arkadaşlar. Biz bugün Google Meeting orqali darsga qatnashadigan bo'llar. Mayli kompyuter ders qatnashaylik, mayli til ders qatnashaylik, mayli muayyan bir yig'inlar qatnashaylik. Qanday qatnashish usul to'g'riliq ozroq tushuncha bermoqchi. Ko'pincha bolalar mushta faoliyatlarni qilib boqqan bolalar normal qila olasizmi? Yangi ders kirgan yoki mundaq turdan bevosita dars qatnashib boqmagan bolalar azroq mushu sohada tamtirab qolganlikdan men buni azroq tushuntirib qo'yay dedim. Mushu bo'yicha mashg'ulot olib borsanglar yana intayin yaxshi bo'ldi. Mayli telefoninglar, mayli kompyuteringlar, mayli biroz suhbat qatnashinglar. Har qanday mushu tur orqali bo'lgan faoliyatlarga biz bemalol qatnasha olamiz. Endi men buningda mushu kompyuterniki tur ko'rgichi bor. 5-6 tal mashhur tur ko'rgichlar bor. Bunun içinde bazı ballarınkide Internet Explorer bor. Eng tüyüne şu Internet Explorer işledi. Yani demek çoğunumuz şu Internet Explorer şu kompüterde aslında sistem beklegende birlikte bu. Hiç qanday tor ko'rgich bo'lmasa, şu Internet Explorer degan tor ko'rgich buningda bo'ldi. Lekin uningdan sal cho'nroq taraqqiy qilgan sistemlardan Windows'ningki o'ziniki şu Edge deydigan şu ko'rik deydigan tor ko'rgich bor. Bu tor ko'rgichning ichida şu logosi şu ikonsi. Buningda tor ko'ra olamiz. Hozir ko'pincha kompyuterlarda şu avtomatikcha bekitilgan şu bor. Internet Explorer'dan biroz yuqori buning saviyasi. Endi yana boshqalari bor deb qolsa, ba'zi bolalarnikida Opera bo'lishi mumkin. Buning logosi şu Opera. Bu memleket nurgun kişiler muşu işledi. Bunun ilgar tarafları bağımdı. Biz bunu bir yer tanıştırıp atamayız. Muşu bir tor körgü demekçi. Yani onun için bazı balalarının de Firefox browser degen tor körgüç var. Bunu işletiş mümkün. Endi biz bir yerde Alman kompüterlerde Safari degen tor körgüçünü işletiyor köpüncü balalar. Alman telefonunda Alman kompüterlerde. Endi biz bir yerde yanılçaklap hesap muş torga kiriş için şu 5-6 tal sisteme qaysi bo'lsa birisi bo'lish kerak endi. Ya Internet Explorer bo'lish lozim, ya Windows Edge bo'lish lozim, yoki Firefox degan tor ko'rgich bo'lish lozim, ya Opera degan tor ko'rgich bo'lish lozim, ya Safari degan tor ko'rgich iPhone'da yoki shu Alman kompüterda da bo'lish lozim. Endi biz buningda ko'pincha bolalar ishlatayotgan Google Chrome bor. Biz shuni asas qilamiz endi. Chunki o'zi 70-80% bolalar mushuni ishlatadi. Biri tez, biri bexatar, andan keyin ishtik bir narsani ko'rdiganga mushuni iqtidor kuchli bo'lganligi uchun mushuni ishlatadi. Agar bo'lmay qolib qolsa, tushirib beketsang bo'ldi. Minut ichida bekitib bo'lsa, uningga alohida bir iqtidorim ketmaydi. Bo'lmay qolsa, bilak tor ko'rgichlar orqali ma'naviyatga linkini bossanglar, o'dillam shu darsxonaga kirib ketadi. Ya kiriblar bu Gmail top bilan bassangiz bu xastalikdan chekirdi. Mana hozir men xastalikdan kirib ketdim. Ya kompoz qilsak mesela boshqa xat yoza olaman. Ma inbox degan bizning tushgan xatlarimiz ichida hammasi bo'ldi. Tushgan xatlar har qanday mishat bo'ldi. Balla shu inbox bilan shu kompoz ikkisini bilib olsa, boshqalar xat yozgan ma'ni yozamiz. Yasaqlamalqa adresinde deydi, adresini deb birimiz. Mandalan bassak man miyag çıktı, karşı tarafından adresini yazdım, ya xat yazıp berseklam, oğdulu karşı tarafı bardı. Şunda qaddi. Eğer kelgen xatını görmezsiniz inbox. Mesela inbox'ini şundalan bassanız, şu işitki bütün xatlar çıkıdı. Mening avatga bulanmamış 5 yıldan birinci oranlap çıkıdı. Şu 4-5 minut burun avatkenlikten çıkıdı. Alaqa Uyghur soft tek dep iniq çıkıdı. Şu ulan meni mouse'ne kirip şundalan besversiniz ki, oğdulam dersxana kirip gitdi. Bekadde onun bir narsini talep qilmaydi, şu bassanızlar o'dil darsxonaga kirib ketadi. Qo'shunda bo'lsa, o basqandan keyin ne kirdi desanglar, bu meningki darsxonamga o bolalarning hammasi paydo bo'ldi. Masalan, hozir men bolalar o'tgandan keyin bolalar shu ularni basqandan keyin mushta ekran chiqdi bolalarnikida. Mening teglik rasmiga men dekoratsiya chiqarib qo'yganlik uchun bu chiqib o'tadi. Bala kirgandan keyin men qata ko'rindim, men kim kirdi, kim chiqib ketdi, hammasini shayatchi men bilib turman. Ko'rib turman.
Hem balla kirib bo'lgandan keyin men darsni boshlasam bo'ldi. Moyimi manimcha kirib bo'lgandan keyin men tegitjo men bir moch aykunlar bor, ya'ni sin belgilar bor. O'sha sin belgilarni yaxshi bilib olsanglar, hech qanday buniki ta'sir deydigan yeri qolmaydi. Masalan, bu sizlar biladigan narsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tal sin belgi var. Icon. Belge değil mi? Marka. Muşu logo deymiz, sin belge deydi Uyg'urcha. Muşu hamma narsani ifodalab turadigan bir rasm hamda. Masalan, men bunda qarasam mikrofonga o'xshaydi. Mikrofonni mushta o'chib qo'ysa, sizlar gap qilsam men anglab o'tirman. Naq maydonda anglagandek. Agar sizlar gapimni hozir bek zo'ril gap yo'q deb qolsangiz, mikrofonni itib etsanglar bo'ladi. Qanday aytibmiz? Mana ash qizil bog'ini itib etdim degan gap. Endi men kamera o'chib qolsa, qarshi tarafga siz ko'rinasiz. Agar men ko'rinmay o'sha darsni anglabdan chiqib ketsam bo'ldi desanglar, men kameramni besib etsak bo'ldi. O'sha kamerani itib etsak, mana bu shaklda itibmiz. Bayatdanqa itildi, hozir ochiq. To'g'ri belgisi chiqdi. Endi bu uchinchisi muhim emas. Bu mening degan gaplarimni tarjima qilgan narsa. Bu bilan bilan bizning kirkimiz yo'q. To'rtinchisi bu raise hand degani bu qo'l planlashtirilgan rasm. Ba yo'q deb bunda besib qo'ysak bo'ldi demoqda ifodalarni chiqardi. Bu bizga muhim emas. Endi bu beshinchisi mushu present now naq maydondan tarqatish. Mushu muhim raqamda. Endi bu oltinchisi more option degan ko'p tanlash bor buning ichida. Buni biz keyin o'rganib olsak ham bo'ladi. Yettinchisi leave call, yana shu darsxonadan chiqitish, ayrilish degan gap. Hamda sanab baksanglar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tal simbollik var ekan. Bunun ichida hamda hammani unda hozir tepsiri o'rganish hojatisiz. Faqat sizlar muhimi mikrofonni ochiq holatda gap qila oladi ekanman, taqib etsam, mening gapimni boshqalar anglamaydi deb tushensangizlar bo'ladi. Kamerani ochib qo'ysam, men boshqalar ko'rib turganman, taqib etsam, etildi ekanman deb tushensangizlar bo'ladi. Buni etib etish bilan, bu mikrofonni etib etish bilan sizning darsingiz uzilmaydi. Yana qarshi tarafdan darsinchi to'liq anglab tursiz, miya darslar chiqib turdi, to'liq ko'rib tursiz. Bu ikkisi muhim. Men qolganlari buning qaramang. 5-inchisi present now naqmaydin tarqatishligini muhim hamda. Ballar shu 1, 2, 3 bilan bilib olsa, bu bemalol har qanday yig'in, dars, kompyuter dars ish qilib qanday faoliyat bo'lsa, bemalolcha kirib tanishalaydi. Ham bu 3-inchisi nima muhim desa, bu siz o'zingizniki ekranini, kompyuteringizdagi narsalarni boshqalarga ko'rsatasiz. Naq maydondagilar chiqadi bu. Hamda turkcha paylaştamda. Aşağı hem bahirleyemeyiz. Bu 3-cü konuklar manda bassanız, her göz bir ciddileşmesiniz oldu. 3 tallam tallaş çıkdı. Ben ballarga şu ekranda hem bahirlensem, ballam şu bazı manbes koyup üzülüz, cidulap başında ciddileşik diye. Ciddileşme 3 tallaş çıkdı. Töpüdün sanılan birincisi desem, muşun tallasanız oldu. 3 tallam tallaş var. Ma tallaş emas bu. Bu degeninki adresi. Naqmaydın tarqitish deydilar. Mush 1, 2, 3. Men tegidin desem ma birincisi, töbedin desem ma birincisi. Mushu ekran mido cho'ng to'g'ini mishadin besib etsangiz bo'ldi. Nemish qilasiz emas. Sizning ekraningizni butun mush darsxonda kelmadan ko'ra oladi. Ba'zi topshiriqlarni degan vaqtida musharqlik ko'rasiz. Masalan, yana bir qatim ko'rsatayim. 3-chi simbolgidan bassam, 3 tanlash chiqdi, birinchisini bosaman. Bassam ma ekran chiqibchi. Mao şehir degan ambahlar degan bo'ldi. Turkcha paylash deb chiqdi. Bu kulrang bo'lganki ishlamaydi bu. Shundan ko'pincha bola mening ishlamaydi, buzuqkin deb o'zlari shunday so'zlab o'tir ekan. Bu ishlamaydi. Ishlash uchun men bir qatimchi mush ekranni, mush mening ekranimni boshqalarga ambahlayman desangiz, bir qatim besitishing kerak. Bassangiz mushu doira butun hozir boshqalarga ambahlando deydi, ama doira gulab berdi. Bir qarsangiz endi yenibdi. Yanğan ekan, shundan besib etsangiz, bu sizning ekranchi, ma bizning ekranda chiqdi. Butun mush dars qatnashgan bolalar naq maydondan ko'rib o'tirdi. Agar buni hamda ma tegirmanda bir narsa chiqib olsa, jiddiylashmanglar. Eshit hayt deb chiqdi, yo'shirish debchi. Ma ekranlarni paylaşayotganda ko'rsatib qo'ydim yerga bir tal belgisini qatnashyapsa, qatnashtiryapsa yoki paylaşyapsa deb.
Talab qilib bo'ldi bu tegi küçük bo'ldi bu hech qanday ziyon yo'q. Hem demek mi ya da ekranni paylaş buldukça biz hazır karşı taraf körep oturdu. Eğer mening sürtümni karşı taraf köremsin deseniz bana beslersiniz bo'ldi. Hazır ekran paylaşıvatıdı. Normal emmeden köredi da. Hazır gipingizni anglaydi, sürtüngizni ko'rdi, ekranıngizni ko'rdi. Üçlü iş hem bahlaştı degan gap. Eğer hem de meniki sürtümni ko'rsatmasam bo'ldi deseniz, ma kamerani itib etseniz bo'ldi. Mana qizilligini sizning ismingiz chiqmaydi, lekin ekranlik narsangizni boshqalar ko'rib o'tirdi. Ma mikrofonni hamda gapingizni anglaydi, tushuntirishingizni hammaylar anglaymiz, ekraningizni ko'rib turamiz. Agar gapimni anglamasa desangiz, men besvesiz bilan bo'ldi. Lekin ekranni yetib etgandan keyin ma gapimizni boshqalar tushuntirib o'tganlikka o'chib to'sish yaxshi. Biz tushunira olamiz da, bo'lmasa buni yetib etsangiz hech kim gapni anglamaydi. Ba'zi bolalar shu mikrofonni besidi gaplayverdi. Anlamadık degandan keyin bizning anlamadık degan gapni anglab, andan men echitdi, andan hamma gap anlandi. Mishaga tushunchinglar to'liq bo'lsin. Mao kamera sizning rasmingizga munosabatli kamera. Mao mikrofon sizning gap so'zingizni boshqa anlatadigan mikrofon. Ma ekranda oldingiz, bu yerdan paylash deb oldingiz, bahirlandi. Ekran olandi. Shuningdek uchli ishni qilardik. Mushu mikrofon, kamera, mushu hem bahlaşga üçünü günü varsanız bo'ldi. Her qandaq yig'in, ders, kompüter ders qilib qanday shu olsa siz qo'rqmaychi kirib versiniz bo'ldi. Hamda bo'ldi sizningki tushuntirishingiz yaxshi bo'ldi desam, tentirmay, yana shu 5-sekilab, shu prezident nimada bassangiz, stop prezidenting dedi. Nahmadan taraqtishni to'xtama degan gapchi bu. Mendalan besversangiz mishna to'xtadi, bo'ldi, sizning o'zingizlar biz endi bo'lak baldan taklif qilib siz ko'rsatsak deb ko'rsatsak bo'ldi. Mushu usul bo'yicha biz darsga to'liq qatnashaveramiz. Hamda shuni yaxshi bilsanglar, bo'ldi shu bizning darsimiz yetarli.